Vefa yardan köre düşmenin dana bulsun dostuna damdan köre közü tok miskin ganidir köz aç baydan köre gevde kelte bulsa bulsin aklı kelte bulmasın gevde kelte bulsa bulsin aklı kelte bulmasın Aleyküm selam. Şöyle doğruma gel. Hadi sizin sağlayın. Çelek. Selam, selam. Var mısınız? Gel.
O'zingizdan so'rasang. Qora rahmat. Biz chetdan. Assalomu alaykum. Kelib qo'mish o'rtada nima qildi endi? Hozir aka. Nima do'lar? Choy ichida ichib Selam. Hadi ham kelib qoldingmi? Damni olib. Bilyapsan? Ha? Ha. Bakıyorum. Ya aç köprü olayım. Selam. Ha, sular tayyor. Kelishib. Mana chollar ham kelyapti. Kelinglar mana. Salomlarni olib, salom kelinglar. Qani ichkariga kiringlar endi. Salomat. Sizlarni bundoq qiling, men qaytib. Muhammad olimdan so'rashib qo'y. Yerdan beri ulama qiluvdim. Maketa ko'rishgan bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka, to'ylar qulluq bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana sizlar davomga kirib qolibsiz. Nimadan undan avval varaq ochildi, to'y boshladi, xudo xolasa. Bajamayapsizmi? Nima bo'lyapti? Mana yo'qotaman, bas. O'sha antama. Matbasona endi boshlaylar ishga. Havajoraga yuradilar ishga. Ana chollar mahalla ham borda. Yaxshimisiz? Salom.
Assalomu alaykum. Kerak. Salomat bo'lib sog'layapsiz o'zingiz. Pul rahmat, ba'zan vaqt sog'layapsiz, tuzimiz. Ha, rahmat, tuzimisiz. Rahmat, tuzimiz. Qalay? Salomat, inshaalloh. Sizni chap qo'ldirsa ham chap. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ko'chaga olib chiqsa bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Qaysizlar? Keling. Chaqiribdi, kelib mana aziz dasturxonlarga o'tirib, Allohning bergan ne'matlarini yeb, shunga shukrona aytib o'tiribmiz. Allohga beadad hamd sanolar bo'lsin. Bizni shunchalik nozik ne'matlarga muyassar qilib qo'ygan ekan. Endi menga iltimos qilishlar ozgina bir amr ma'ruf qilib yashadim. Endi pop holi va qudrat bilganimizcha bir ikki og'iz gapiramiz. Faqat iltimos sizlardan hayollaringiz shashmasdan bir xulosaga o'tirishlarni iltimos qilamiz. Gaplar kamroq bo'lib, shunaqa bo'lsa yaxshi bo'ladi. Aziz birodarlar, mana bugun Barat oyini 14-kechasida turibmiz. Ramazon oyiga yana 15 kun vaqt qoldi. 3-oktyabr dushanba kuni shak bo'lsa, 4-oktyabr ro'za Ramazon sharif tutiladi. Buni Barat oyini ham Alloh taolo bu oyni ham juda ulug' oylardan qilib aytgan. Bu Barat oyini mana bugun ayniqsa bugun 14-kechasida aytiladi, kitoblarda aytiladiki, kim shu bugun kechasi qoyim bo'lib, ya'ni uxlamasdan yaxshi tahoralarni qilib, pok liboslarni kiyib, yaxshilab o'tirib, kechalarni bedor o'tkazib, namoz o'qisa, nafl namozlar o'qisa, tilovat Qur'on qilsa, shu qandayga hojatlari bo'lsa, men hojatlarni beraman degan Alloh taolaning va'dasi bor. Buning uchun nima qilish kerak? Kechqurun yaxshilab namoz, xufton namozini o'qigandan keyin yaxshilab tahoralarni qilib, iloji bo'lsa g'usl qilib, yaxshi pok so'llarni kiyib olib, yana aytiladi 50 rakat namoz o'qilsa, 100 rakat namoz o'qilsa 50 salom bilan.
50 salom bilan endi har 2 rakatda bir salom shu 50 salom bilan 100 rakat 100 salom bilan 50 rakat namoz o'qilsa shu namozni o'qib bo'lib namozni uxlab qolmasdan ayolmasdan shuni o'qib bo'lib mana qanaqa salat foydasi bo'lsa duo qilaman deb Alloh taoloning va'dasi bor. Bu Ramazon oyining eng ulug' kunlardan biri shu bugun hisoblanadi. Bundan tashqari Allohimizning majlisini to'g'ri to'g'ri. Endi buning uchun nima qilishimiz kerak? Birinchidan Ramazon sharifini tayyorgarlik qilishimiz uchun biz uyimizda bo'lsin, ko'chada bo'lsin, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar birinchisi shu aroq ichishni tashlashimiz kerak. Aytaylikki, qachonki aroq ichilganda odamning badanida 40 kundan keyin odamning badani pok bo'ladi. Bir kun aroq ichsa 40 kundan keyin odamning badani pok bo'ladi. Endi Ramazon sharifida 15 yil qolgan vaqtda qo'yib Ramazon kelib qolmasdan bir aroq ichib qo'yib deyiladigan bo'lsa, bu badanimizning pok bo'lmagani, o'zi Ramazonga yaxshi pokida kirib olmaganimiz bo'ladi. Shuning uchun yana bir ishga Ramazon sharifida tayyorgarlik qilish uchun Allohimizni tutgan ro'zalarimizni daryoda qabul qilsin, bergan fitrlarimizni, qilgan ihsonlarimizni Alloh daryoda qabul qilsin, o'qigan tarovih namozlarimizni daryoda qabul qilsin, xatmi Qur'onlarni daryoda qabul qilsin deyish uchun birinchi navbatda qo'ni-qo'shnilar bilan yo bo'lmasa qarindosh urug'lar bilan yo birodarlar bilan ozginagina bir gapni orqasidan bir-birimizdan janjallashib qolib, bir-birimizni gaplashmay yurgan bo'lsak, dindan ko'zlardan bo'ladigan bo'lsa, kelib o'sha qo'ni-qo'shnilarga kelib, assalomu alaykum aziz birodar, keling biz bilan bir yarashib olaylik. Biz Allohning bandalarimiz, o'rtamizda jinda shayton fitna solib shunaqa o'rtamizda nizo chiqib qolibdi. Bir-birimizni kechiraylik deb o'sha qo'shnilar bilan yarashib olishimiz kerak, o'sha birodarlar bilan yarashib gaplashib olishimiz kerakki, o'shandagina bir tutgan ro'zalar Allohning daryoda qabul bo'lib, bergan fikrlarimiz, qilgan ihsonlarimiz, o'qigan xatmi Qur'onlarimiz o'zimiz daryoda qabul bo'lishi uchun shunaqa narsalarni qilishimiz kerak. Allazina amanu innaka la'afur rahim rahmatga. Ey rahmat. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا فرقنا بين الرسل وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ليكلف الله نفسا إلا ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكل كفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. Allah diyen var bulmaz, mümkünü olmaz. Allah diyen bendeler, maşargahda var bulmaz.
آمنت بالله صدق المولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول لا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميت سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كاسرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولا نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون فمن نعمره نجده في الخلق فلا يهتدون كما أنه الشفاء وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين صدق الله العلي العظيم. لينذر من كان حيا يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها راكبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر عليه إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في
أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. داخلنا وقل جان صلاة القرآن ختم القرآن صابنا لصحنا خطر ويأمنا إذا مسألة صابنا أولا أدم وطاعتهم ما وخانا من جميع الجمعين بلغنا خصوصا پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم يوشن صحابة الذي إرشاد الله جميع الجمع الأولياء أنهم لا ألا يوشن تعاقبهم الذي في الزمين إلى رفع الله يسير خطأ خانا صابنا الجمعات أولاد أيضا الله وطلعنا خصوصا خطأنا وجبراد الله رفع الله يسير خطأ الله أهل جماعة إمام بلا استثيان باشه اولاد اجر آتان یا رو خاله باشد. پروردگار یا محمد از اول رحمت کن. گناهکاران مغفرت کن. ایمانات اول همراه کن. آخرتان آباد کن. محشرتان نامه اعمالات اون کلیات اندازه. کار چون یکسی که بود که جایان جنت کلیات عطا کن. پروردگار یورد محله بلای تکلیف امالی خاطر جمعی داریم. بلاد خاطر شهران داریم تکلیف امالی خاطر جمعی. خانادان که خدمت بیامد برای الله پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم محمد علیه و الله تکلیف. خانادان صاحبlarına, çocuklarına, onalarına, ayarlarına, babaslarına, başka adamlarına, biraz atadığım müzelerine hemmelen sancaklarını saklayın, İtibnalarını avaz kıyın, bilen yollarını maksat kıyın. Hemmelen hatırlı bala kazalardan, afaylardan, yamanlardan, hanımdan, zalimler, zümrüden, uzun karamınca sayın. Parvardigar'a, manavır, şeyken kızımız, adamımız, bayılık, büyük Marayallıya kılıp, koşarlar, koşarlar, bahri sağları, umurlarla, uzun nasibi olacak. Ularni yaxshi ahli solih usulga yo'qotganlar atrofida ularga haqqini va qilgan ota-ona itoat qilgan Alloh o'zining qilgan ibodatlar solih odamlar bo'lib Alloh nasib qilgan. Parodiya hamisha tinchlik amalga xotirjamlik ato qilgan. Xususan ishlariga rivojlangan hatta balaqada oqillardan o'zining qanoat asagan. Mana ona xonada umrlarni uzoqda yo'q qilib, mana bu o'zi qonunga boshliq qiliblardi. Duoga bo'lish o'zining nasib qilgan. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم rahmat rahmat. Hadi buyurun. Shit.
Şeytanları iş saklayanım sen, yüreğimde küyleyenim sen, hayatımda topkanım sen, tüllerimde küyleyenim sen. Hayatımda topkanım sen, tülleri dar küyleyenim sen. Gözyaşlardan doymaydı dünya, muhabbetine sığmaydı dünya. Gözyaşlardan doymaydı dünya, muhabbetine sığmaydı dünya. Bizne hiç koymaydı dünya, yüreğimden küyleyenim sen. Bizne hiç koymaydı dünya, yüreğimden küyleyenim sen.
Yüreğimden külegenim sen. Dağda kalsın kara altınlar. Yüreğimden külegenim sen. Yüreğimde saklaganım sen. Yüreğimden küleganim sen. Hayatımda topganim ham sen. Tunlar bedor kuylaganim sen. Hayatımda topganim ham sen. Tunlar bedor kuylaganim sen. Yig'lab tunlar kuylaganim